O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2026-yil 1-iyuldagi 207-sonli farmoyishi talablari asosida joriy yilning 1-iyulidan 31-iyuliga qadar ichki ishlar organlarida compliance va ma'naviy madaniyat oyligi keng qamrovda o'tkazilmoqda. Mazkur oylik doirasida ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy axloqiy fazilatlarini yuksaltirish, xizmat intizomi va qonunchilik talablariga qat'iy rioya etishini ta'minlash, korrupsiyaga murosasiz munosabatni shakllantirish, shuningdek xodimlarning ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirishga qaratilgan qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan joriy yilning 24-iyul kuni Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasida yosh xodimlar, ularning ota-onalari hamda ustoz va murabbiylar ishtirokida ochiq muloqot shaklida uchrashuv tashkil etildi. Tadbirda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, Ichki ishlar vazirligining mas'ul xodimlari, boshqarma tizimida xizmat qilayotgan yosh xodimlar, ularning ota-onalari va murabbiylari ishtirok etdi. Uchrashuvni Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Abdumajid Shermuhammedov ochib berib, bugungi kunda ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan har bir xodimdan avvalo yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlar, halollik, poklik, vatanparvarlik va fidoyilik talab etilishini ta'kidladi. Shuningdek, ichki ishlar organlarida xizmat intizomi va qonuniylikni ta'minlash, korrupsiya va boshqa salbiy illatlarning oldini olish, xodimlarning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish, ularni xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish ruhida tarbiyalash borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida to'xtalib o'tdi. Ayniqsa yosh xodimlarning kasbiy va shaxsiy kamolotiga alohida e'tibor qaratish, ularning xizmat vazifalarini sidqidildan bajarishi bilan bir qatorda jamoada munosib o'rin egallashi, o'z ustida muntazam ishlashi va kelgusida malakali mutaxassis sifatida shakllanishi muhim vazifalardan biri ekani qayd etildi. Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimlari so'zga chiqib, ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, xodimlarga ajratilayotgan moddiy yordamlar, ular va oila a'zolari uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar hamda tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida batafsil ma'lumot berdilar. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, xizmat vazifalarini samarali bajarishi uchun munosib sharoitlar yaratish davlat siyosati darajasidagi muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Uchrashuv davomida yosh xodimlar bilan ochiq va samimiy muloqot o'tkazilib, ularni qiziqtirayotgan masalalar yuzasidan fikr-mulohazalar tinglandi. Xodimlarning xizmat faoliyati, ijtimoiy himoyasi, kasbiy o'sishi va kelgusidagi rejalari bilan bog'liq savollarga mas'ullar tomonidan atroflicha javoblar berildi. Ochiq muloqot jarayonida yosh xodimlarning ota-onalari ham so'zga chiqib, farzandlarining ichki ishlar organlarida sharafli va mas'uliyatli kasb egasi sifatida faoliyat yuritayotganidan faxrlanishlarini ta'kidladilar. Shuningdek, ichki ishlar organlari xodimlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan amaliy ishlardan mamnun ekanliklarini bildirib, tizim rahbariyatiga minnatdorchilik izhor etdilar. Uchrashuvda yosh xodimlarning ota-onalari va ustoz murabbiylarning fikr va takliflari ham tinglanib, xodimlarni xizmatga tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish va ma'naviy axloqiy tarbiyasini kuchaytirishda oila, jamoa va ustozlarning o'rni beqiyos ekani qayd etildi. Tadbir yakunida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i talablari asosida bir guruh xodimlarga salomatligini tiklash, shuningdek yaqin qarindoshlarni davolatish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash maqsadida moddiy yordam pul mablag'lari ajratildi. Bu kabi amaliy ko'maklar ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasini yanada mustahkamlash, ularning oilaviy va shaxsiy muammolarini hal etishda qo'llab-quvvatlash, eng muhimi xodimning o'z xizmat vazifalarini xotirjam va sidqidildan bajarishi uchun munosib sharoit yaratishga xizmat qilmoqda. Uchrashuv so'ngida yosh xodimlar uchun o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan ochiq muloqot tashkil etilgani, ularning fikr va takliflariga e'tibor qaratilgani, shuningdek ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolariga ko'rsatilayotgan ijtimoiy ko'maklar uchun rahbariyatga samimiy minnatdorchiliklarni bildirdilar. Darhaqiqat, bunday ochiq muloqotlar yosh xodimlarning xizmatga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirish, ularni vatanga sadoqat, xalqqa halol va fidokorona xizmat qilish ruhida tarbiyalash, jamoada sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirish hamda ularning kelgusida o'z kasbiy yo'nalishini topib, tizimda munosib o'rin egallashi uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi. Zero bugungi yosh xodim ichki ishlar organlarining ertangi tayanchi va ishonchli kadri, ularning har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi, huquq va manfaatlarning himoya qilinishi, kasbiy salohiyatini yuksaltirish uchun zarur sharoitlarning yaratilishi esa tizimning barqaror va samarali faoliyatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.